Hop, assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar o'rtoqlar charchamasdan. Xullas bugun Kali Linux'da o'sha boyagi mana bu yuqorida chiqadi o'sha videoni ikkinchi qismi. Ikkinchi qism bo'ladi. Bu qismda aynan o'sha o'rnatganimizdan keyin drayverlarni Wi-Fi'larni yangilaganimizdan keyin nima qilishimiz mumkin? Ya'ni Linux'ni o'zimizga sozlash, polniy настройкалari uni va hokazo shu narsalarni ko'rib ketamiz. Okey, hamma tayyor bo'lsa boshladik. O'sha o'rnatib olgan Linux'imizni endi o'shanga kiramiz. Misol uchun o'sha yuqorida tergan qo'ygan username parollarimiz bo'yicha. Avvalambor bizada boshida kirganimizda katta ehtimol bilan internet yo'q bo'ladi. Bu holatda internet yo'q bo'ladi. Men aytganimdek sizlar mana bunaqa adapter olishingiz kerak deganni o'zinglar bilan birga. Bu adapterni nima qilamiz? Bunga notebookka ulaymiz va biza bu joydan bir daqiqa. Aha. Okey. Hoppa. Yaxshimi endi shu? Aha. Xo'p, mayli. Mayli. Xo'p, biza o'rnatganimizdan keyin Linuxga katta ehtimol bilan sizlarda internet bo'lmaydi. Shu orqali buni tiqib yana bir marta yuklashni ko'rsatib ketaman. Bir daqiqa. Xo'p, biza ulaymiz. Ulaganimizda bu avtomatik bizada ko'rinishi kerak. Bir daqiqa. Xo'p, bizada bu ulanganmi yo'qmi qayerdan bilamiz? Mana bu yuqoridagi ikonkani ustiga bosganimizda o'zi mana bu yerda nimalar chiqib qoladi, xullas Wi-Fi'larning ro'yxati chiqib qoladi. Biz bu joydan mana bu yerdan Available Networks qismidan o'zimizning bor Wi-Fi'larimizga ulanishimiz mumkin. Ularning parollarini terib и keyingi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Xullas tanlaymiz bittasini. Misol uchun ustiga bossak, parol teradigan oyna chiqadi va hokazo bog'lab olasizlar o'zingizlarga qulay Wi-Fi. Xo'p. Okey, keyingi qiladigan ishimiz bizga terminaldan bo'ladi. Terminalni biz ham oddiy ko'rinishga o'tkazib olsak. Tak. Yaxshi, yaxshi. Okey. Aha. Shu bizani oynamiz. Bu oyna bilan nima qilsak bo'ladi? Bu oynada o'sha update'larimizni o'zimizni bir daqiqa. Shu tumanda internet nima bo'pti? Ishladi. Xullas sizlarda ham bunaqa ikonka ko'rinishida, Wi-Fi ko'rinishida turgan bo'lishi kerak. Endi bu joyda nima qilamiz? ifconfig. Bu joyda biz o'zimizni internet, ya'ni internetga ulanadigan interfeyslarimizni ko'rishimiz mumkin va bu yerda qaraydigan bo'lsak, VLAN 0. Bu biza ulagan boyagi adapterimiz. Xo'p, o'sha adapterimizni ko'rsatdi bu yerda va u olgan IP adres mana shu. Endi qiladigan ishimiz nima? Xo'p. Birinchi o'rinda tizimni update qilish, yangilash. Yangilaganimizdan keyin o'sha yangilanishlarni kompyuterga o'rnatish va shu bo'yicha qolgan ishlarni ham ko'rib ketamiz. Komandalarni ketma-ket qo'yib ketiraman. Sizlar ham menga qarab ketma-ket bajarib ketaversanglar bo'ladi. Hop, birinchisi sudo apt update bo'ladi. Birinchi update qilamiz va bu option bizda end degani, ya'ni ikkita ampersand komandasi belgisi va sudo yana apt full upgrade, ya'ni upgrade qil tizimni va ruxsatnomasini oxirida dash y qo'yib ket. Ya'ni bizdan tasdiqlash so'rab o'tirmaydi, o'zidan o'zi yangilab ketaveradi. Okey. Bu yerdan kompyuter parolni kirgizamiz. Tak, bizda boshlandi update. Xo'p. Ozgina kutamiz. Okey, menda ba'zi kamchiliklar bor. Hech narsa qilmaydi. Men yengilab bo'lganman tizimni eng oxirgi update'igacha. Xo'p, endi qiladigan ishimiz bizda bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz bu oynada bitta narsani ko'rsatib ketishni sizlarga ma'qul topdim. Pastda link qoldirib ketaman. Kalina o'zini veb-sayti va bu yerdan dokumentatsiyasini o'qiydigan bo'lsak, biz qanaqa tushirdik Linuxni boshida. Ana shu bo'yicha gaplashamiz. Misol uchun install qildik, til tanladik boshida, mintaqani tanladik, tilni tanladik, klaviaturani tanladik, username yozdik, hostname yozdik va parol qo'ydik. Undan keyin
mintaqani tanladik soat uchun va disklarni partition qildik. O'zimizga kerak bo'lgan disk bo'yicha Linuxni o'rnatdik. Undan keyin biza proksiga qo'ymadik. Xo'p, aynan shu oynada biza boyagi yuqorida o'rnatgan amallarimiz bo'yicha yuqorida video ko'rsatganman. O'sha video bo'yicha biza bu yerda top 10 toolni bilaman defaults qismini o'chirib qo'yib ustunlikka qilganman. Sabab buni ustunlikka qilayotganimizda ikkalasini yoqib qo'yib ustunlikka jarayonida bizda muammo bo'layotganda, ya'ni endi shu ikkitani hozir qaytaramiz orqaga. Ustunlikka qilganimizdan keyin bizda mana bu yerda toollarimiz ham kam. Agar hech ahamiyat bergan bo'lsanglar, toollarimiz ham kam bo'ladi. Wi-Fi ga ulanmaydi uni ustiga Linuximiz. Xo'p, shu holatda biza ko'radiganimiz ustunlikka tugaganda va biza tizimga kirgandik. Bizda Wi-Fi yo'q, boshqa narsa yo'q. Xullas, biza ko'radigan oyna bu yerdan qaraylik, mana qilamiz. Hop, bizda bo'ladi sudo apt install kali linux default deb yozadigan bo'lsak, biza Linuxni o'sha defaultlarini tushiramiz. Chunki biza mana bu oynada nima qilgandik? Mana bu yerda defaultlarni uncheck qilgandik. Uncheck qilish bu yerda mana bu o'zi bilan birga keladigan toollarni va hokazo dasturlarni qoldirib ketar edi. Endi shu yerdan kelamizda sudo apt install kali linux defaults qilamiz. Va bizaga shu narsalar tushishni boshlayapti. Sayz shuncha va kerak bo'ladigan joy shuncha deyapti. Senda bor joy mana shuncha deyapti. Okey, bu oynadan yes qilamiz. Bu borada yana bitta maslahat. Katta Y turgan bo'lsa, sizlar shunchaki enter bossanglar bo'ladi. Agarda kichkina Y, kichkina N turadigan bo'lsa, bittasini tanlashingiz kerak. Okey. Bizda tushib bo'ldi. Sizlarda ozgina vaqt olishi mumkin, chunki men buni o'rnatgandim boshida. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz nima? Bizda wallpaperlarimiz. Buni ham sudo apt install bo'ladi va undan keyin kali linux bizda wallpaper bo'ladi. Tushundingmi? Enter qilsak wallpapers adashmasam. Nimaga xato berdi? Linux wallpapers. Bir daqiqa. Wallpapers. Bundoq qilsak bizga komandani chiqaradi. Adashmasam ham joyda edi. Aniq qarab turib beraveramiz. 2024, 2025. O'zini veb-saytda ham o'zi tayyor, veb-saytda hamma narsa bor. Shunga kirib o'rganish kerak, qo'yish kerak bo'ldi. Misol uchun mana bu type'dagi wallpaperlarni ustunlikka qilmoqchi bo'lsak, prosta kelamiz. Sudo apt install mana shuni olamiz. Copy qilsak, bu yerdan o'chirib tursak, qo'yamiz, enter qilamiz. Bu ustunlikka bo'ldi bizda. Xullas, custom qilish borlar. Custom qilish qanaqa bo'ladi? Buni o'chirib tursam, buni ham o'chirib tursam, buni ham o'chirib turaman. Sizda shundoq Linux bo'ladi. Shundoq Linux bo'ladi. Va sizlar kelasizlar bu yerdan settings o'tishingiz mumkin yoki desktop deb yozishingiz mumkin. Desktop bo'ladi, bizda birinchi wallpaper. Wallpaperlarni tanlab olishimiz mumkin. Bu yerdan kelsanglar o'sha qo'shimcha wallpaperlar qo'shilgan bo'ladi. Kelib o'zingizga yoqqanini tanlab moslashtira olsanglar bo'ladi. Mana tanlab olganman. Eski shirkda bo'lsam legendarniy wallpaperlar bo'lardi. Hozir multfilm qilib tashlashgan nimagadir. Mayli. Hammasi yaxshilikka. Okey. Misol o'zingizga tanlab olganlardan keyin keyingi qiladigan ishimiz bizda ikonkalarni sayzlari bu yerda. Xo'p, bu yog'iga uncha ahamiyat bermaymiz, shart emas bu. Biz o'zimiz xohlagan wallpaperlarni ham qo'yishimiz mumkin. Qanaqa qilib kiramiz, yukla olamiz. Rasm misol uchun desktop kelamiz, bu yerdan rasmlar, bu yerda misol uchun rasm qanaqadir menga yoqib qoldi. Shuni qo'ymoqchisizlar sizlar kalida. Nima qilamiz? Ichiga o'ntirib, save as image. Bundan keyin qayerga tushishi, misol uchun picturesga tushsin. Va bu nima formatda tushyapti? AVF formatda. Mayli.
save qilamiz va bu bizda tushdi. Mana bu yerdan qaraydigan bo'lsak, o'zi JPG bo'lib tushsa ham yaxshi edi. Mayli. Yoki mana buni misol tushirmoqchiman. Save as bu keladi. Diqqatga picturesga tushsin. Save qildim. Okay. Men bu yerdan nima qilaman? Kalini mana bu yerdan pictures popkan tanlayman va menda rasmlarim bo'ladi. Xullas qo'yishim mumkin. Hokazo hokazo. Biz bu yerdan o'zimizni nimamga qaytib olsak. Okey, vaqt ketkazmaymiz. Bu holatda tanlaganlar o'zida turadi, ketaveradi. Xo'p, men keyingisiga o'tadigan bo'lsam, misol uchun menda Linuxda o'zini nimalari bor edi? O'zini ko'rinishlari bor edi. Ya'ni modlari desak bo'ladi. Yoki keladigan bo'lsak kali.org veb-saytiga va pastroq tushadigan bo'lsak, bizda 3 xil 4 xil ko'rinishlarimiz bor edi. Ya'ni bizda XFC va GNOME, undan keyin KDE Plasma. Shu. Men boshlang'ichlarga maslahat bergan bo'lardim XFCni yokida KDE Plasmani. Sabab bularda nima qilsa bo'ladi, nima afzalligi bor desanglar, bu yerda shunaqangi zo'r imkoniyatlar borki, skrinshotlar olganda belgilash, har bitta narsaga minimalni kirish va hokazo hokazo qulayliklar bor bu joyda. XFC ham ishlatsa bo'ladi, lekin chem KDEga qaraganda sal soddaroq, kamroq ishlaydi. Mana shunaqa. Ya'ni boshlang'ich uchun qulay. Og'ir ishlamaydi, yengil ishlaydi. Mana shunaqa. Xo'p, biza qiladigan ishimiz endi nima bo'ladi? Kelinglar bitta modni o'zgartirib ko'ramiz. Hozir bizda XFC, buni qayerdan bilsak bo'ladi? Biza sudo apt install bu yoqdan bizda bo'ladi. Fast fetch. Dasturni yuklashinglar, juda ham foydali dastur. Fast fetch deb yozadigan bo'lsangiz, sizlarga mana bunaqa grafический такой nimalar bilan ko'rsatib beradi. OS'lar nima ishlayapti, hokazo mana bu yerda kalendar temasi qanaqa turibdi. Va mana bizda qaraydigan bo'lsak, bizda package yo'q, qani GE qismi, ya'ni xullas modi nimada turganini ko'rsatib beradi. Bizda XFC da turibdi, 4.20-versiyada. Mana shunaqa. Endi keldi mana shularni o'zgartirib ko'ramiz biz. Xo'p. Endi terminaldan yozamiz sudo. Давайте GNOME ga o'zgartirib ko'ramiz. apt install. Bizda bo'ladi GDM 3 bo'ladi. Va bu bizda GNOME shell ustuni qilib beradi. Aynan shu mana bu ko'rinish MacBookga o'xshagan takoy burchaklar dumalolashtirilgan. Bunaqa Macdagi paneli bor. Shunaqa. Men uni pauza qilib turaman buguncha. Hop, menda sinfga bo'ldi. Endi nima qilamiz? Bu GDM 3 birinchi sessiyasiga o'tib olishimiz kerak, uni update qilishimiz kerak. Undan keyin o'sha narsaga o'tsak bo'ladi. Tak, bir daqiqa. Hop. Biz kelamizda bu yerga yozamiz. Biz tizimga bitta update bera olishimiz kerak bo'ladi, обязательно. Undan keyin update berganimizdan keyin yozamiz sudo bizda bo'ladi deb package reconfigure bo'ladi. Undan keyin yondan bermoqchi bo'lgan modimizni beramiz. dpkg package bu yoqdan bo'ladi bizda x session reconfigure va yonidan nima modga o'tmoqchimiz o'sha narsani bera olishimiz kerak bo'ladi bizda. Misol uchun tag nima bo'ldi? Installed sudo installed. Biz install qildik bu. Nima bo'ldi? GDM 3 tag savamo bir daqiqa yo'dan. Bu borada sizlarga yana bitta eslatma. Install qilayotganlarda GDM 3 ni update qilib turib, keyin tizimni bitta tizimni update qilib turib GDM ni install qilayotganlarda sizlardan shunaqa choice joyini so'raydi. Ya'ni tiziming qaysi nimada yonsin deb. Bu holatda biz GDM 3 tanlaymiz, OK qilamiz va bizda o'shani packagelari bilan birgalikda tizimimizga o'rnatib berishni boshlaydi. Tak, pauza qilib turaman men videoni.
Hop, bizada uстановka bu bo'ldi va bizada oxirida notification chiqaradi bu joyda GDM service not active cannot reload, ya'ni u aktiv bo'lmagan, uni ishga tushirolmaysan, uni yoqolmaysan deb aytadi bizga. Va biz bu holatda nima qilamiz? Aynan shu modga o'tmoqchi bo'lganimiz uchun biza oldin qaysi shuni bilishimiz kerak. Давайте boyagi komanda bor edi bizada. Sudo deprecated configure GDM3. Enter qilsak, tak GDM tanlagandik. Ha, bo'ldi, esladim. Sudo apt sudo systemctl status bo'ladi bizada. Status deb yozamiz va bu yoqdan lightdm. Bu bizani hozirgi ishlab turgan sessiyamiz, ya'ni XFC'miz bor. Mana bu narsamiz, tak. Image o'tirgan bo'lsak, mana bu holatimiz bizda XFC hisoblanadi. Va biza endi nima qilamiz? Gnomga o'tmoqchimiz. Buning uchun buni o'zi disable turgan ekan. Bu holatda aktiv running bo'lib turibdi. Va biz shu joyga GDM qo'yib turib, mappga start qilishimiz kerak bo'ldi. Xo'p, yozamiz. Start qilamiz. Nimani? Birinchi statusini ko'rdik. Status nimani? GDM bizada 3 va bizada disable holati va inactive. Buni ko'tarishimiz kerak. Ya'ni start qilsak va start qilganimizdan keyin birgalikda end parametrini qo'shib ketib reboot berishimiz kerak. Tushunarli? Bo'lmasa tizimda bu qolib ketadi, u start bo'lib unga kirmoqchi bo'lamiz, ikkalasi bitta sessiyaga to'g'ri kelib qolib, bizning tizimimizga kirgizmaydi. O'sha uchun rebootni qo'shib ketishimiz kerak. Xo'p, tizim shu bilan birgalikda o'chib yonadi. Tak. Linux'larni tanlaysizlar, o'zinglarni o'sha yonayotgan vaqtda kompyuterda. Bizda chiqdi admin degan yuzerim, kaliyim o'zimman, yuzerimga kiraman. Mana shunaqa interfeysda chiroyli bo'lib yonadi. Kirsam, nima menda bitta nastroykacha qo'shilib qo'ygan bo'ladi. Uzr, menda ko'rinmayapti hozir bir daqiqa. Yo'dan nima qilsam, menimcha ko'rinyapti deb o'ylayman. Yana bilmadim. Xullas, burchakchada pastda nima qo'shilib qo'ygan bo'ladi. Aynan shu joyda bizani XFC'miz yokida GDM'imizni ko'rishimiz mumkin. Va biz o'sha Wi-Fi adapterimizni ham olib tashlasak bo'ladi bu joydan. Parolimizni terib kirib olaylik birinchi. Hop, sizlarda ham xuddi shunaqa ochilishi mumkin. Bu joydan nima qilamiz? Ya'ni terminalga o'tamiz va hozirgi holatimizni pastlik bilan tekshiramiz. Nimada turibdi? DE'miz hali ham XFC'da turibdi. Hali ham GDMga o'tmagan. Buning uchun nima qilamiz? Bizda bitta komanda bor. Hop, biz terminaldan birinchi bo'lib bu joydan mana bu komandani terib olamiz. Nimada xato ketibdi? Kali desktop. No. Esqib ketgan ya. Okey, enter qilamiz bu joydan. Bizda bu tez bo'ladi. Bizning tizimimiz hamma narsamiz уже tayyor bo'ldi va bizada bo'ladi. Sudo update alternatives, undan keyin dash config bo'ladi. Bizada undan keyin x session bo'ladi. X session. Adashmasam X session manager edi shekilli. X session manager. Tak, maybe X bundoq edi. Session manager. Enter qilsak bu joydan shu joy to'g'ri keldik. Va bizda nima bor? 3 xil choice'imiz bor. Alternativ sessiya tanlashimiz uchun. Va qaraydigan bo'lsak, bizda hozir start XFC turibdi default formatda. O'sha o'zimizning mana bu soddagina modimiz.
ya'ni mana bunaqa turlari bor, hamma narsa bitta soatli, Wi-Fi va hokazo, hokazo. Endi biza nimani tanlashimiz kerak? Gnome Session tanlashimiz kerak va bu nima turibdi? Birni tanlaymiz mana bu joydan bir enter qiladigan bo'lsak, bu bizada o'tdi va boyagi narsa bo'yicha yana bitta tekshiramiz. Sudo the package reconfigure GDM3 bu joyda GDM3 turganiga ishonch hosil qilamiz va undan keyin bizani keyingi komandamiz bo'ladi. Menimcha bo'ldi. Bu yerdan reboot yoki log out qilsak ham bo'ladi. Reboot bersanglar o'zilik yaxshi, lekin men bu joydan давайте reboot beramiz. Bizdan nima ketdi? Linux'dan tanlaysizlar. Windows Linux chiqadi. Tak. Bu oynalarimiz chiqqandan keyin biz nima qilsak bo'ladi? Tak. Taning tanlaymiz va mana bu oynadagi kichkinaga yana ahamiyat beramiz. Tak. Mana bu yerda bizada Gnome qo'shilib qolgan bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p. Kelamiz, o'sha yerdagi Gnome'ni tanlaymiz va undan keyin ishonch hosil qilganimizdan parol terib oynaga kirsak, bizada nima bor? Gnome sessiyasi ochiladi. Mana. Va terminalni ochib turib qaraydigan bo'lsak ham terminal bu yerda sal kattalashtiramiz. Fast fetch teradigan bo'lsak, bizda nima bor endi? Qaraydigan bo'lsak, DE Gnome 4903. Ya'ni bizani o'sha nimamiz, interfeysimiz yengilroq, qanaqadir boshqacharoq, zo'rroq nimaga o'tgan. Tak, bu yerda turamiz bu joydan. Bizada birinchi bo'ladi. Terminallar bilan tanishib ketamiz. O'zimizga qulay bo'ladigan oynalar bilan ko'rishib ketishimiz kerak. Bizda terminal bor. Oddiygina otini yozib qo'ygan tepada terminal deb va Windows knopkani bosadigan bo'lsak mana bunaqa. Qaranglar, jigarlar. Va 3 ta barmoq bilanmidi, 2 ta barmoq bilan, 2 ta barmoq bilan o'ngga chapga o'tib qilsak bo'ladi. Va bizada bo'ladi. Agar turgan joyda 2 marta Windows bosadigan bo'lsak, shunaqamidi? 2 marta ketma-ket tez bosadigan bo'lsak, bizda o'zimizning toollarimizni, hokazo, hokazo o'rnatilgan dasturlarni hammasini ko'rsatib beradi. Endi bu joydan terminal deb yozadigan bo'lsak, shunchaki terminal va bizda Q terminal bor va terminal bor. Q terminalga kiradigan bo'lsak, uni bundan bir-biridan farqi nima desanglar, bu terminalda faqatgina tabla bilan ishlay olasizlar. Tabla ochib, yozib, nimadir tabla bilan ishlay olasizlar. Keyingisi bizda bo'ladi. Bunda ko'proq ish qilish mumkin. Ya'ni bundoq qilib turib o'ngga chapga oynalar ochib qo'yishimiz mumkin. Uni pastidan yana bitta oyna qanaqadir ochib tashlashimiz mumkin. Misol ishlayotganimizda qanaqadir ishlar bajarayotganda va hokazo. Bunda unaqa qilish iloji yo'q. Faqatgina tiniqlik, aniqlik bunaqa turgan joyimizda nimalar borligi, misol uchun va hokazo, hokazo shularni ko'rsanglar bo'ladi. Men bularni alohida kali darslarga qo'yaman. Aynan shu hozir ko'rsatayotgan bitta komandalarimni boshqani. Aynan hozir bu videoda o'sha Linuxda custom qilish, o'zgartirish, o'ziga moslash shunaqa. Endi kelinglar Telegram tushirib ko'ramiz. Telegram tushirish qanaqa bo'ladi? Sudo bunda ham apt install bo'ladi bizada. Install Telegram dash desktop yozadigan bo'lsak, bizda avtomatik package tushirilish boshlaydi. Mana ko'rganlaridek Telegram desktop bu Linux uchun package chiqarilgan. Yana bosib turib enter bosaversak ham bo'ladi. Farqi yo'q, bizga Telegramni tushirib beradi. Okay. Xo'p. Menda deyarli tushib bu tamom bo'lgandan keyin shunchaki mana bitta Windows yana knopkani bosib turib, ya'ni bosganlarda уже mana bu search ochiladi sizlarga. Bosganida shunchaki Telegram deb yozsanglar, Telegram chiqadi va enter bosib turib, bu yerdan o'zinglarni Telegraminglarni ocha olsanglar bo'ladi. Tushundingmi? Shunaqa. Keyingi bizda brauzerlar.
brauzer. Ana yo'lda Chrome tushirsangiz bo'ladi, ustini qilsangiz bo'ladi. Ularni ham sekin-sekin o'rganib ketamiz keyingi darslarda, keyingi videolarda. Yana nima qoldi bizda? Yana nimani aytishim kerak edi? Buni settings bilan tanishtirib bo'ladi buni bilan. Tak, launcher bo'yicha, behavior bo'yicha unda chapda tepada o'zingizga qulayi katta kichikligini bersanglar bo'ladi. Mana. Sizlarga men maslahat bergan bo'lardim. O'sha Gnome'dan ko'ra yoki XFC'dan ko'ra KDE plazmani ishlatishinglarni. Endi kelinglar KDE plazmani ishlatishga o'tib ko'ramiz. Undan oldin buni polniy menyulari bilan tanishib ketaylik. Tak, Wired hozir sim bilan o'ynab turgan ekan. Bu yoqdan simsiz tarmog'imizni uzr guys, bir daqiqa. Bu yoqda mana simsiz tarmog'imizni ko'rsak bo'ladi. All interface, all networks turib settingsga ham kirib ko'rsak bo'ladi. Settings bilan bitta tanishtirib ketsam. Bu yerda tarmog'dan chiqaradi. Qanaqa nima ishlashi bu yoqda. Display konfiguratsiyasi, nima qanaqa ishlayotgani. Ovoz chiqish input outputlar, power qanaqa ishlashi, multitasking, displeylar ulanganda qanaqa ishlash kerak. Appearance bu yoqda o'zimizning wallpaperlarimiz va hokazo bu yoqda. Applicationlar, notificationlar, searchlar, mouse, keyboardlar, touchpadlar ular qanaqa ishlashi, knopkalarni bosganda, aylantirganda, scrolling mana tagdagilar o'zingizga qulay tekshiraverasizlar. Juda ham ajoyib. Men boshida shuni ishlatganimda maza qilgandim. Xo'p, keyin bizda bo'ladi lock screen bo'yicha har xil nimalari, nastroykalari, settingsda misol tilni o'zgartirishimiz, datalarni o'zgartirishimiz, userlik qo'shishimiz va hokazo o'zgartirishimiz shu tizimimizdagi bor ma'lumotlarni edit qilishimiz mumkin bu joydan. Endi biza boyagi KDE plazma deganni tushirib ko'rishga harakat qilamiz. Tak, bu yoqdan sal kattalashtirsam. Nima qilamiz? Sudo yana boyagi komandamiz bizani update qilamiz bir marta. Update qilgandan keyin apt install bo'ladi bizda. Gnome desktop bo'lsa SDDM turib install qilamiz. SDDM install qilish kerak. Bu ozgina ko'proq vaqt oladi. Videoni to'xtatib turganimgacha. Bu so'nofga buguncha ba'zi narsalarni ko'rsatib ketaman. Tak, bitta preference qismi bor. Preference qismiga o'tadigan bo'lsak, biz buni terminalni o'zimizga moslab takoy chiroyli qilib ochishimiz mumkin. Bu yoqdan animate'ga o'tamiz. Colorsga o'tsak, use colors from style temadan o'chirib qo'yamiz. Uncheck bosamiz. Bu bizga bitta o'zimizga любой yoqqan nimani tanlab olsak bo'ladi. Misol green on black yoki green on black, bunaqa white on black yoki gnome light, gnome dark, o'zimizga qulayi hokazo. Ko'zingizga yoqqan tanlaysizlar. Misol uchun eng jillisi bu yerda bo'ladi bizda. Men qotib qoldimmi deyman. Ishlayapti. Gnome dark bo'ladi. Uzr. Gnome green on black bo'ladi. Hop, bu yerda tekst rangini ozgina o'zgartirishimiz mumkin. Temaga maslahat beraman yaxshiroq. Va orqadagi fonni ochroq to'xtab qolishimiz mumkin. Ko'rinadigan qilib. Bu yerda ranglari bilan ishlashimiz mumkin yoki buni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Qop-qora bo'lsin desanglar. Scrolllar bu yerda komandalarni bajarish, qanaqa ishga tushirgani nima bo'lsin. Tagdali. Shu yana nimamiz bor bizda? Yana nima bor? Ko'rsatmagan. Bu yerda CPU qanaqa ishlayapti buni ko'rsanglar bo'ladi, monitoring qilib. Nima qanaqa ishlayotganini bitta chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib beradi. Yana bitta protsesslar, ishga tushib turgan protsesslar, fayl sistema, ya'ni qanaqa nima qaysi bo'lingan, burada notificationlar, screenshotlar qilish bizda screenshot. Har bitta modda screenshot qilishni aytib ketmoqchi edim. XFC'ni ko'rsatmaman o'zi. Xo'p,
print screenni bossak просто bizga bunaqa oynacha ochiladi. Xohlagan joyimizni bundoq belgilab turib bundoq screenshot qilishimiz mumkin. Va bu copyright bo'ladi avtomatически. Tepada ham bundoq bosib turib xatga qo'ymoqchi bo'lsak qo'ysak bo'ladi. Misol kelamanda o'zi avtomatически mana folderga tushadi. Tak. Folderga kelsak, bu yerdan picturesda, screenshotsda mana bu avtomatически tushib qolgan bo'ladi. Ustini bosib ochsak bo'ladi mana. Xo'p. Bu avtomatik copyright bo'ladi deb aytdik. Qayergadir veb-saytga kelib turib, qayergadir nimadir kirganlar, AIlarga boshqaga shu nimadir joyini tushunayotgan bo'lsangiz, screenshot qilib tashlasanglar, tushuntirib beradi. Misol uchun Gemini kiradigan bo'lsak, shunchaki kirib turib Ctrl V ni bosaman, hozir menga o'sha rasmni bu yerda tushib beradi. Tak. Ctrl V. Gri. Вот, ko'rdinglar? Telegramdan kimgadir tashlamoqchi kelib, bemalol tashlasak bo'ladi. Ketaveradi bemalol. Hop. O'sha aytganimdek, oxirida sizlardan so'raydi, qaysi biriga nima qiling deb. Biz bu yerdan tanlaymiz, ya'ni LightDM yo SDDM. Bizga SDDM kerak, boyagi PDF plazma degani o'sha SDDM bo'ladi. Hop. Ya'ni qaranglar, bizda anaqa narsa bo'lyapti-da hozir. Bizda XFCE bizda bo'lyapti. XFC va bizda bo'lyapti GDM3 bu yerda GNOME Shell degan ko'rinishi Linuxda. Va bizda bo'lyapti SDDM va bizda bo'ladi bu nima? KDE plazma. Mana shu ko'rinishda bo'lyapti. Ya'ni bu yoqqa kelib turib kalini o'chirib keladigan bo'lsak ham kali.org asoslik mana bu narsalar haqida gapirdim hozir. XFC, GNOME va KDE plazma. Shunaqa. Bular terminaldan ularni yozilish nomi tasavvur qilinglar. Ularni aytilishi shu. Mana shu tushunarli bering. Hop, bu buguncha o'zi to'xtab tursam. Hop, bizda hammasi tugadi. Endi boyagi bo'yicha tekshirib ko'raylik. Yana so'roq bo'lolmay logindan qiynalib o'tirmasligimiz uchun history deb yozamizda, biz oxirgi tergan mana bu update alternative komandamizni olamiz. Bu borada qayta yozib o'tirishingiz shart emas. Unda tepaga pastga knopkalarni bilan bossanglar oxirgi tergan komandalar chiqadi. Xo'p, men o'shani kopiya qildim va tashladim bu yoqqa. Va qarasak nima bor bizda? Startup Plasma X11imiz bor. Start XFC bor, XFC bor. Xo'p, Plasma bo'lish kerak. Katta ehtimol bilan bizda ikkini tanlab qo'yamiz bu joydan. Va endi qiladigan ishimiz sudo dpkg reconfigure GDM3 emas, bizda SDDM bo'ladi. Bu yerda SDDM tanlaymiz va statusini ko'ramiz SDDM ni. Qanaqa ko'rardik? Sudo systemctl status SDDM va bu enable holatda, lekin bu inactive. Nima qilamiz? Shunchaki start va reboot. Tak, bu yonishni kutamiz. Bizda yondi. Tak, qaragan bo'lsak, bu yerda bir nechta yuzlarimiz bor. O'chib yonadi tizimda, endi bitta. Hop. O'zimizning qanaqa kali yuzerimiz va kali yuzerimizga kirmoqchiman. Bu yerdan ham qarab qo'yamiz. GNOME Violentda turgan bo'ladi. Katta ehtimol bilan sizlar bu yerdan birinchisiga Violent tanlab qo'ymanglar, bo'lmasa kirishda qiyin bo'ladi. Birinchisi plazmani o'zini tanlanglar. Просто X11 plazmani tanlasanglar, bu yerdan parollarni teraverasizlar, sizlar to'g'ridan-to'g'ri tizimga kirish hosil bo'ladi. Shu bu yerdan settingga kiramiz to'g'ridan-to'g'ri.
Settings. Aha, bu yoqdan Setting System. Biz ochilgan oynadan chuqurroq tanishib chiqsak bo'ladi bu joydan. Nimaga bo'lmadi? Hmm, Bitta sal muammo bo'lyapti bizada. Tak, bunaqa qilamiz. Mhm. Mana bu yoqdan unda qolganini ko'rsatib ketaveray. Mhm. Tak, bu yoqda ovozimizni hamma biladi. Bu yoqda yarkichlarimizni, Wi-Fi'larimizni, undan keyin batareyka, bu yoqda ochib yopish menyulari, kunli, oy, xuddi Windowsga o'xshagan полностью. Bu yoq bo'lsa hamma narsani yopish, ochish, ya'ni Windows nimada ochilib turgan bo'lsa, shu yerda mana nimagadir qotib qoldi. Bilmadim. O'chirib yopib olasizlar o'zinglar. Yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Okey, bizani toollarimiz bor. 3 xil modimiz bor endi. Bemalol unga bunga o'tib bemalol almashishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, menimcha foydali bo'ldi deb o'ylayman. Qolgan nastroykalar juda ham oddiy, soddagina. Bu yerda ko'rib tanishib chiqsanglar bo'ladi. Deyarli GNOME bilan bir xil. Bu yerdagi terminallar juda ham qulay ishlaydi. O'zlariga qulay. Unga bunga o'tib, endi ishlatib bir ko'rsanglar yetarli. Hammaga rahmat. O'zinglar fikrlar bo'lsa yana kommentariyada yozib qolinglar. Layklar, podpiskalar qolib ketmasin. Chuk chuk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.